Bugun ko'plab hududlarda qor yog'adi. Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. 18-yanvar kuni ob-havo ma'lumotlari e'lon qilindi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, 18-21-yanvar kunlari respublika hududida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 18-20-yanvar kunlari ko'pchilik hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. 21-yanvar kuni esa ayrim hududlarda yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol yo'nalishi o'zgarib turadi. G'arb va sharq tomondan 5-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-13 daraja iliq, kunduzi esa 0-10 daraja atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida esa vaqti bilan qor yog'adi. 19-20 kunlari qor ko'chish xavfi saqlanib qolishi kutilmoqda. Kanalimizga obuna bo'ling.